Alloh taolo haqiqiy tavba qilgan bandasidan albatta rozi bo'ladi. Chunki bu banda o'zini gunohkorligini tan olib, Allohning huzuriga borib bo'ynini egadi. Hadis qudsi bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bir banda gunoh qilib qo'yib, Robbim, men gunoh qilib qo'ydim, kechirgin deydi. Parvardigor olam bu bandasining so'zini eshitib, bu banda gunohlarini kechiradigan yoki xohlasa jazolaydigan Robbisi borligini bildimi? Kechirdim gunohimni. Banda ozgina vaqt o'tganidan keyin deydi Nabiy sollallohu alayhi vasallam, yana gunoh qilib qo'yapti. Parvardigor, yana gunoh qilib qo'ydim, kechir deydi. U qilmaslik niyatida istig'for etgan. Qasddan beqasd bo'lib qoldi hali gunoh. Desa Parvardigor yana aytadi, bu banda gunohlarni kechiradigan, agar xohlasa gunohi uchun jazo beradigan Robbisi borligini bildimi? Kechirdim gunohini deydi. Ozgina vaqt o'tadi, banda yana gunoh qilib qo'yadi. Parvardigor, yana gunoh qilib qo'ydim, yana kechir deydi. Bu istig'forda aytayotganda yuragidan qaytib qilmayman deb aytgan istig'forda. Parvardigor aytadi, gunohlarni kechiradigan yoki xohlasa shu gunohi uchun jazolaydigan Robbisi borligini bildim banda, gunohini kechirdim deydi. Banda gunoh qilishdan to'xtamayapti. Alloh kechirishidan to'xtamayapti. Alloh kimning tavbasini qabul qiladi? Tili istig'for etganda qalbi bilan shu gunohni qilmayman bo'ldi deb rostakamiga azmi qaror qilgan kishini gunohini kechiradi. Bu hadisdan shu narsa ma'lum bo'ladiki, banda zaif, gunoh qilmay tura olmaydi. Gunoh qilib qo'yar ekan. Endi bu hadis istig'forning ulkan foydasiga dalolat qiladi. Alloh taolaning buyuk fazli marhamati borligiga dalolat qiladi. Halimligiga dalolat qiladi. Lekin Alloh hamma bandaning gunohini kechiradimi? Shu savolni beraylik-da, masalan, astag'firulloh deganda niyat nima edi? Agar qaytmaslik bo'lsa, o'sha gunohni qilib qo'ysa Alloh kechiradi. Endi o'zingiz bilasizlar, ichingizda nima niyat o'tayotgan.